Assalomu alaykum jigarlar, hammaga xayrli kech. Bugun xo'p 29-iyun 7:30 ropparosi shu registratsiyasi boshlandi. Damatiyada va Toshkentda akalarimizni kuzatib qo'yapmiz. Xudo xolisa Tojikistonga uchishyapti. Tojikistonga emas, tojikistonlik akalarimiz Dushanbega Mas'ud Toshkentga uchishyapti hozir. Nimaiki biletlar ancha arzon. Shu pastdan parkovka 2 dan kirib kelaverasizlar, dokumentlaring bo'lmasa. Xudo xolisa xizmatimiz aviakassa ham ishlayapti. Kuzatib qo'yish xizmati kerak bo'lsa, unda ham xizmatimiz bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlar kommentariyada bo'ladi, pastda ham yozib qo'yaman. Akalarimiz dokumentlar joyida, mana xudo xolisa kirib ketishyapti. Kirib o'tirmaymiz. Nimagaki hozir Vnukovo aeroportiga yana qaytib ketishimiz kerak. Vnukovodan kutib oladigan odamimiz bor. Xudo xolisa ularni kutib olib manzillariga eson-omon yetkazib olamiz. Savollaring bo'lsa kommentariyada bemalol bersalaring bo'laveradi. Qo'ldan kelgancha yordam beramiz, javob beramiz. Aeroportlardagi holatlarni ham xudo xolisa ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Sizlardan like, bitta kommentariy kutib qolamiz. Kanalimiz anchadan beri yurmayotgandi, video qila olmayotgandim. Boshqa ishlar bilan band edim. Endi xudo xolisa bundan buyog'iga yana balcha davom etamiz. Qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman. Hammaga omad. Xizmat bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.